Mana shundaysiga xo'p, yuqoriga chiqib oldik. Endi yuqorida ko'rayotgan joyimiz Tug'li Tekin Amir Husayn maqbarasi. Amir Husayn haqida eshitgan bo'lsangiz kerak, ha? Amir Husaynning xo'p, endi 1376-yilda Amir Temur sarkardalaridan biri Amir Husaynning onasi sharafiga qurilgan bino qurilishida ko'shkin pastlikning yuqori namunalari ishlatilgan. Keyinchalik bu yerda Amir Husaynning o'zi ham dafn etilgan. Amir Husaynning maqbarasi. Shunaqa azizlar. Kimdir Samarqand shahriga kelib qolsa, Amir Husaynning maqbarasini bosib o'tmasdan albatta kirib ziyorat qilib, xalqlarga duo qilib ketsin. Oxiratlari obod bo'lsin. Baribir yuqori sifatli texnologiya, haqiqiy. Bilasizmi nima? Shu 14-15-asrlarga tushib qolganga o'xshaysizda. Rostdan ham. Mana bu mahobatli Shirinbeki oqa qabristoni ekan, maqbarasi ekan. Ichkariga kiramiz hozir. Endi hayratda qolasiz. Haqiqatdan ham bu insoniyatning qo'lidan shuncha go'zal, muhtasham obidalarning qurilishini, bunday ajib qurilishlarni ko'rib hayratda qolasiz albatta. Kirish mumkin emas degan joyda nimalardir borda. Shuning uchun kirish mumkin emas deb qo'yibdi. Qanaqadir g'aroyib sirli afsonalar shu yerda bo'lgan bo'lsa kerak. Endi bu yerda qancha insonlar, qancha aziz insonlar yotibdi. Biz bu yerni ziyorat qilishga keldik xolos. Usto Ali Nasafiy hazratlarining qabrlari. Ushbu maqbarani ichki tomondan ko'ramiz. Endi ta'rifga til ojiz. Qancha bo'lsa ta'riflasangiz, ta'rifga til ojiz. Buni to'g'risi odam boshi ham aylanib qoladi. Hammasi naqshinkorlik, hammasi. Bironta joy 1 santimetr joy qolmaganki, hamma joyda mana shunday qadimiy naqshinkor devorlar qo'llanilgan. Ba'zan mana shunday joylarni ko'rganimizda, shu yerlarda ham qanaqadir maqbaralar bo'lgan. Endi Chor Rossiyasi bizga bostirib kelgan vaqtda juda ko'p mana shunday tarixiy obidalarni samolyotda bombardimon qilib tashlashgan. Endi bu tarixda bor fakt narsa. Xo'p, ruslarning qilgan juda katta ulkan yovuzliklardan bittasi mana shu bo'lgan. Mana azizlar, haqiqiy shu ziyoratimiz yuragiga yetib keldik desa ham bo'ladi. Husom ibn Abbos o'z xulqlari va tashqi ko'rinishlari bilan menga o'xshaydigan shaxslardandir deb Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar. Bu mana shu ziyoratimizning mazmuni bo'lgan Husom ibn Abbos hazratlarining maqbaralari. Xullas mana bu do'konga kirdik. Endi bu yerdagi hunarmandlarning ishlarini ko'rib, to'g'risi tasanno deysizda. Qarang, endi bular insonning qo'li bilan yaratilganda har qalay. Qoyilmisiz? Albatta qoyil qolasiz. Qoyil mana. Haqiqiy ansambl.